Ehson soat 5 ga. Kelaverasizlar hammalari. Hammalarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Hayit bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Sizsiz? Kandidat oldin kandidatlar. Hozir choy yapsiz. Choynalar yangilardan rapga. Asikra yurun. Odamlarga aytilgan. Ona qo'l qo'yadi. Mayli suv qo'shib turadi. Kaç balık bu diye diye. Alacağım gidelim. Ekstemeler ketdi. Boshida eksa kabir qil. Qani, qadam beringchi. Barakasini boshlaysiz. Qara, bo'ldi. Salon qaysi tomonda salon? Qarab, baqa o'tdi. Otna mana ey. Mana, katta o'tdi mana yerga. Mana geçti yo. Boshlig'ini sonda. Qara, noyiklar, ey. Ben de vallahi beraver. 15 ta 20 ta tayinlanda. Ahar. Ahar. Ya hoca akatsizmiz.
Toy. Osh. Hop ichaydi. Mana bu qilinayotgan ehsonni ilohiy dargohida mana shu ehsonga qatnasholmayotganlar sababini umri uzun, rizqi baland bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin, topgani yaxshi ko'rsin. Hop, hurmatli hamqishloqlar, hammalaringga assalomu alaykum. Hammalaringga bugungi ayyom muborak bo'lsin. Yurtimiz bo'ylab mana hamma joyda umumxalq bayram, Navro'z kechirasidan Navro'zni o'ribman. Hayit bayrami hammalaringga muborak bo'lsin. Oilaviy tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilaymiz hammalaringga. Xudo xolasa mana kelar shu kunlarga, kelar shu oylarga hammamiz oramizdan kamaymasdan yetib kelish ro'zi nasib eylesin hammamiz. Bu yerda mana milliy osh tortildi, osh yeyildi ehson sifatida. Hop, bitta to'yimiz bor, to'y bola. Akmaljonning o'g'liga xatmat to'yi ham mashaga qo'shib yuborildi. O'sha bolaning to'yi ham o'tyapti. Hozir o'shaning uchun bu yerda kattalarimizdan bir kishini bu yerga chaqiramiz. Endi mikrofonimiz meshigacha kelyapti, xolos, xafa bo'lmaysizlar. Oshda hozir yeb bo'lsa, chiroyli qilib duo qilasizlar, keyin bayram davom etaveradi. Oshga kelayotganlar kelaverasizlar, to'xtamasdan stullarga o'tiraveramiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar, mahallamiz ahli, faollari, xush kelibsizlar hammalari. Mana bugun shu qo'shaloq bayramimiz ekan. Bu yerda hozir 90-yillarning bu yil muchali. Bu ham bir bayram. Undan tashqari mana Yo'ldoshev ham Abdulhamid akamizning o'g'illari Akmaljonning o'g'liga xatna to'yi ham qilyapmiz hozir. Bu ham bitta bayram, bitta to'y. Yana bir mana hayit bayramimiz. Undan tashqari mana o'quv budjetda g'olib bo'lganimiz yana bir bayram. Xudo xolasa 4 kilometr xudo xolasa asfalt, yana bir asfalt bizga nasib qildi. Bunga erishishda asosan mashinaga mahallamizdagi faollarni mehnatlari bilan bo'ldi. Mashinada sa'y harakati bilan ozgina uyqudan kechib, ozgina ishdan qolib bo'lsa ham shunday harakat qilishdi. Mana yutuqqa kirib, 13-o'rinda bo'lsa ham mana yutuqqa kirib, xudo xolasa asfaltni yutdik. Mana ancha oldin xabarlarim bor, undan 2 oy oldin bog'chani yutgan edik. Mana xudo xolasa bog'chamiz ham buzilib, hozir remont endi sotish nimasiga, aksiyonga qo'yish nimasi turibdi. Xudo xolasa bu ham boshlanib qoladi. Hammalaringga bu yutuqlarimizni erishishimizga hammalaringga katta rahmat. Hammalar sog' salomat bo'linglar. Bundan keyingi yutuqlarimizda ham, bundan keyingi marralarda ham, loyihalarda ham g'olib bo'lish hammamizga nasib qilsin. To'y bo'lamiz aka. Kelganlaringizga hammalaringga rahmat. Xudo xolasa bundan oxiri bu ochiq. Xudo xolasa hozir yaxshi qo'shiqlar bo'ladi. Mashina bugun xullas bayram qilamiz. Hammalaringga rahmat. Mana to'y bolamiz ham shu yerda turishibdi. Anvarjon, bu Akmaljonning o'g'li, xudo xolasa bu bola ham katta yigit bo'lib, bir kun kelib mahallamizga xizmat qiladigan, mahallani koriga yaraydigan yaxshi yigit bo'lishiga ishonamiz. Rahmat, yashanglar, xush kelibsizlar. Rahmat Muzaffarjon, ishlaringiz bundan buyon ham bardavom bo'lsin.
elimiz xalqimizga yaxshi zo'r xizmatlarni qiling, yangiliklarni yarating. Shavkatjon bilan Olimjonaga rahmat taklif qilamiz davraga. Kelinglar. Assalomu alaykum. Hurmatli hamqishloqlar, do'stlar, birodarlar. Avvalambor bu Navro'z mana bo'layotgan Ro'za Ramazonda tugatib sog' salomat yorug' yuz bilan chiqqanligimiz uchun hayit, ya'ni bayram hammamizga muborakli bo'lsin. Hamma xonadonga tinchlik, xotirjamlik, keng pehel ketmas davlatidan bersin. Allohim mana shu deb ikki og'iz gapirib o'tish kerak bo'ladi. Mana shu 21-maktab bu bizning qadrdon maktabimiz. Bu maktabda ne o'qituvchilar ishlab o'tib ketgan. Shu orqali mana shu maktablardan juda katta yaxshi kadrlar yetishib chiqqan. Hozir ko'p joyda shu kadrlarimiz ishlayapti, yashayapti. Mana shu maktabda mehnati tufayli. Endi mana bu bayramga keladigan bo'lsa, nafaqat bizda bu bayram. Hozir xatna to'yi ham bor ekan. O'sha xatna to'yi mana bolam mana shu bola mana ko'ryapti. Shu Abdulhamidning nevarasi bu bola hali kelajakda bir ajoyib inson bo'ladiki, yurtimizda ko'rki bo'ladigan bola bo'lsin. Vatanimizga xizmat qiladigan sodiq farzand bo'lsin. Ota-onasini ko'zini quvontiradiganlardan bo'lsin. Mana bolani kelajagi porloq. Shapkan bunday turib ana. Qaranglar qanday chiroyli bola. Bu chiroyli bolalardan chiroyli ishlar chiqadi. Buni bobolarini ham tanijonlari sog' bo'lsin. Mana shu bolani kelajakda yurtimizga, xalqimizga xizmat qiladigan solih bir ajoyib inson bo'lsinki, bu maktabdan chiqqan, mana maktabdan chiqqan degan gaplarni gapirib yuraylik. Bizni Aqsi mahallasi bu kichkina joy emas. Buni hamma biladi ilgaridan. Bu Boburiylar yurti. Bobur Mirzo tug'ilib o'sgan joyda turibmiz biz hammamiz. Biz o'sha odamlarni, o'sha bobolarimizni izidan boryapmizmi? Mana shu kadrlar xuddi o'shalarga o'xshagan bo'lsin. Hammalarimga mana shu bayram bilan tabriklaymiz. Uzoq umr ko'ringlar, sog' salomat bo'linglar. Turli balolardan Allohning o'zi asrasin. Endi ikki og'iz tilovat Qur'on qilib qo'yishdi. Shavkatjonga iltimos qilamiz, qilib beradilar. Shavkatjon ham mana shu bizning qishlog'imizning ravnaqi uchun nihoyatda jon kuydiradi. U xoh Namanganda bo'lsin, xoh Xorazmda bo'lsin, xoh Qoraqalpoqda bo'lsin, Buxoroda bo'lsin, qayda bo'lsa ham motivatsiyani to'xtatmay berib turadi. Nihoyatda aqsimiz uchun, qishlog'imiz uchun jon kuydiradigan yigit. Har tomonlama. Malades, marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'ım ana bu okurken tilavet Kur'an'dan dolayı avvalambor Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şahariyalarımız sahabeler hazretlerinin tarihini mahretten mahşerkaça ötken mu'minin müslümanlar sözlerinin içinde hazır olup almayın deyip kol açıp kırganlarını belgelerinize ötken mücvarlarımız
ota jamoatimiz, ona jamoatimiz, o'tib ketgan ota-onalarimiz ruhbonlariga, shular qatori mana shu maktabimizda ishlab, mehnat qilib, yosh kadrlarga o'zlarini bilimini berib, hozirda shu oxiratda yotgan domlalarimizni, o'qituvchilarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Yaxshi amallarni o'zlariga hamroh qilgan bo'lsin. Turli tuman yomon bilib bilmay qilgan gunohlarni Alloh o'zi kechirsin. Parvardigorim yurtimizga ko'z tegmasin. Mana yurtimiz tinch ekan, mahalla ko'ylar tinch ekan, mana shunday bayramlar yarashib turibdi. Mana shu tepamizda turgan podshoyimizni ham umrlari uzun, rizqlari baland bo'lsin. Tanijonlari sog' bo'lsin. Mana bosh qosh bo'lib turli xil yaxshi ishlarni amalga oshiryaptilar. Parvardigorim ishlariga Alloh rivoj bersin. Mana mahallamizni boshqarib turganlar, ayniqsa mana bu open byudjetda qatnashganlar, bularni hammalarini ham tepasida turganlarni umrlariga, rizqlariga o'zi baraka ato etsin. Buni nomma-nom aytib o'tirmaymiz, hammalaring bilasizlar. Shu jumladan mana shu mahallaning raisini ham Tanijonni sog' qilsin. Turli xil balo qazo ofatlardan o'zi saqlasin. Qilayotgan ishlariga rivoj bersin. Amin deb turibmiz. Yaxshi niyat bilan bu yilgi qiladigan dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik ishlariga Alloh rivojini bersin. Mana bu osmondan, yerdan chiqadigan balo qazolardan o'zi saqlasin. Parvardigorim hammamizni topganlarimiz mana shunday yaxshi kunlarga, to'y tomoshalarga nasib qilib, kuzga borib hammamiz yana to'y tomoshalar qilib, bu yildan keyin yana mana shu maktabimizda, mana shu yerlarda, mana shunday to'kin dasturxonda o'tirishni Alloh hammamizga nasib aylasin. Mana bu tepamizda mana bu yerda turgan yigitlarni, xizmat qilganlarni ham umrlariga, rizqlariga Xudo baraka bersin. Turli xil balo qazodan o'zi saqlasin. Allohim yaxshi niyatlariga o'zi yetkazsin. Va sallallohu taala ala xayr xalqi sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Robbana atsim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qodir. Rahmatka ya
Hanım toydu deyaptilar. Meni mana vasat chiqaman, vasatga ma'qul bo'lsa. Xush kelibsizlar. Yaşang, yaşang, jon. Boringizga shukur. Rustamjon, Muhammad akalar keldi. Yedim. İstel kahve. Kaç euro oynarsın? Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Qadrim yana xush kelibsiz. Vaqt bo'ldi. Yana xush Sağ yaxshimi? Jon tuzilsiz. Yanma hechmi? Rahmat. Xotirlarga o'tkazib turibsizlarmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Rahmat. Xudoga shukr, rahmat. Sog' bo'ling. So'rab kelishaversinlar oshga. Assalomu alaykum. Bayramlarni mazani bayramlarni qarindoshlarlar mazani yaxshi bayramlarni Alijon. Assalomu alaykum. Hamma yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tizimsizlar charchamayapsiz. Rahmat sizlarga. Mana isoraman, ro'zalarni tutib, musulmonlarni bayrami, o'zimizni bayramizni mana bugun nishonlayapmiz. Allohim eng avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Vatanimiz bundanlar gullab yashnasin. Hammamizga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik ato qilsin Allohim. Qishlog'imiz yana ham vatanimiz gullab yashnasin. Mana yoshlar
yoshlarimiz, mana mahalla komiteti faollari judayam katta tashabbus bilan chiqib, juda yaxshi ishlarni amalga oshirishdi. Hammalarining umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Yangi shu mahallaga ham hammamiz sog' salomat o'ynab kulib yetaylik. O'tganlarimizni, mana shu qishlog'imizda o'tganlarni hammasini Alloh rahmat qilsin. Mana hammalarining xabarlarim bor. Aqsa qishlog'imizni ko'rkamlashtirish, obodonlashtirish uchun yoshlarimiz juda ham katta mehnat qilishdi. Yana bularni yana sa'y harakatlari tufayli tuzalmay yotgan bemorlarimizni Alloh mana pullarni yig'ib davoladi. Mana endi hozir mana bu yerda meni bir duo qo'shnim Abdulhamid o'g'li Olimjonim masasi bo'lmadi Allohim. Buni ham Xudoga shukr, aqsa qishlog'imiz bor ekan, vafodor yori bor ekan yonida. Mana asasiga sog'ayib boryapti. Mana bu qilinayotgan mana bu to'y bolamizni ham umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Allohim ota-onasiga sodiq vafodor bo'lib, aqsa qishlog'imizning mard, pahlavon, bir so'zli erkaklar bo'lib ketsin. Bolajonlar hammalarimiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Yana mana shunday kunlarga Alloh yetkazsin, nasib qilsin. Bemorlarga dardga shifo bersin. Mana shunaqa aqsida naq maydonlar ko'paysin. Assalomu alaykum hurmatli qishlog'imiz fuqarolari, bemor yotgan onalar, ota-onalarga ehson oshlarni tarqatishni boshladik. Aqsa MFY tomonidan mana tayyor xodimga ham oling xodimga. Mana tayyor oshlar, ehson oshlari. Duoq qo'yasizlar to'y bolani ham. Aqsa MFY reislarini duoq qo'yasizlar. Rahmat.
fidokor ayollari, avvalambor hammalaringni shu bugungi hayit bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Uzoq umr ko'ringlar. Mana shunaqa shijoatlaring so'nmasin. Qishlog'imizda ravnaqi yo'lida doim fidoyi bo'lib oldingi qatorda yuraveringlar. Bahor keldi, gul ochildi, nur sochildi borliqqa. Oqqandayin o'yin kulgi, yurak to'ldi shodlikka. Avvalambor Aqsa qishlog'imizning aziz onaxonlari, nuroniy onajonlarimiz ba'zi hollarda onajonim degim keladi. Opajonim, singlim degim keladi. Ilohim barchangizga kelgan mana shu kirib kelgan bahor ayyomi muborak bo'lsin. Navro'z ayyomlari 8-mart mana chiroyli ro'za Ramazon kunlari, hayit ayyomlari barchamizga muborak bo'lsin. Ilohim mana shu qishlog'imizda hech qachon qurt baraka arimasin. Xush kelibsizlar. Mana bugun mana shu bayramimizni tashkil etayotgan qishlog'imizning faollariga avvalambor juda ham katta rahmat aytaman. 1990-yilda tug'ilgan ukalarimizga minnatdorchilik bildiraman. Mahallamiz yettiligi nomidan alohida biz sizlarsiz hech narsa qila olmaymiz. Mana bu yilgi eng katta yutug'imiz Open Bujek bo'ldi. Hammamizga ilohim mana shu bu yil oxirigacha to'kin sochillik bilan katta yutuqlarga boy yilgan bo'lgan bo'lsin. Hozirgi mana shu tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini mahallamizning faol onaxonlaridan Mavjunisa oyamizga beramiz. Qarsaklar bilan kutib olsak. Assalomu alaykum. Ko'hna Aqsa qishlog'imizning aziz yigitlari, qizlari, farzandlari, bahor bayramlari, Navro'z bayramlari, Eid Ramazon bayramlari hammalaringga muborak bo'lsin. Azizlarim, men juda ham xursand bo'lyapman. Bizni Aqsa qishlog'imizni shunchalik hamjihatligiga, ahil inoqlariga mana shu Telegramda mahalla komiteti, mana Muzaffar, Ulonboy, Yonidog'lar, Orifjon, Murodjon, Athamboy
umuman mana shu farzandlarimda qilayotgan sa'y harakatlarini kuzatib borib, juda ham xursandman. Ularning hamma harakatlari nima? Buni sababi mana shu Aqsa qishlog'imizni obodonlashtirish, go'zallashtirish, farovand qilishdan iborat bo'lyapti. Men bularga mingdan ming rahmatlar aytaman. Umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Men hozir G'ulomjon, Muzaffar, mana shunga taklif qilaman bularni. Yana o'g'illarimizdan bor Athamboy. Mana bu to'y bolalarni yana ham chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yana meni bitta gapim, mana shu bizni Aqsa qishlog'imizning inoqligi oqibatida bedavo dardlar bilan yurgan mana Mahmudjonimizni sog'aytirib yubordik. Olimjonimiz mana yaxshi bo'lyapti. Hammasi mana shu avvalambor Alloh. Lekin mana shu Aqsa qishlog'imizni sa'y harakat tufayli hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ihsonlaring Allohning dargohida bo'lsin. Mana shu qishlog'imiz yanada gullab yashnasin, oqibatimiz, hamjihatligimiz yo'qolmasin. Hammalaring sog' bo'linglar. Kenglarchi qo'llarim. Shapti. Meni sog'amda olib So'z navbatini mahallamiz raisi Muzaffar aka Mannorovga beramiz hamda G'ulomjon aka Mahkamovga qarsak qilaylik. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar, mahallamizda ayollari, kelinlar, onaxonlar hammalari xush kelibsizlar. Sizlar bo'lmaganlaringda mana shu bolalar bo'lmasdi, sizlar bo'lmaganlaringda mana shu bilan yutalmasdi. Chunki shu bolalarni voyaga yetkazgan, mashinchalik qilib, vatanparvar qilib, bir mas'uliyatli qilib tarbiyalagan sizlar. Payg'ambarimiz ham ona tuqqan, hammamiz ham ona tuqqan. Rahmat sizlarga. Mana yutuqlarimiz bardavom bo'lsin. Bundan keyingi Xudo xolasa yakatomni oyog'ini yechib kiradigan darajada chiroyli qilib mana shu yerda Aqsini ko'rganlar havas qilsin. Maktablarni quraylik yangi, sport zallarni quraylik. Xullas, darvoza qo'yaylik bitta mana shu yangi maktabni oldiga, bu tomonga kechqurunga bekitib qo'yadigan qilib. Shunchalik darajada qilish o'zimizni qo'limizda. Mana shu bugun 90-yilda bolalari mana shu bugun bularni muchal to'ylari. Mana shu bolalar ham muchal to'yi, ham open budjetni yutishimizga asosiy sababchilar mana shu bolalar. Bularni ota-onasiga katta rahmat. Shu kunlar keldiki, shunchalik xursandchilikdan bu kunlarda orzu qilib kutdik, to'g'risi. Shunaqa yutishimizni rosa orzu qilib kutdik. Mana Xudoga shukr. Rahmat sizlarga. Mashunchalik kimnidir xo'jayini bo'lishi mumkin, lekin shu xo'jayinlardan sizlar haliga g'ururlaninglar, bosh yigitlarda borligiga. Rahmat yigitlar sizlarga, katta rahmat. Qolaversa, bugun mana Akmaljon ukamizni mana o'g'illariga xatna to'y qildik. Ozmi ko'pmi hech yo'q, mana shuncha odam duo qildi uni. Xudo xolasa u ham katta bo'lsa shu mahallasiga xizmat qiladigan yaxshi yigit bo'lishiga biz ishonamiz. Xudo xolasa bundan keyingi ishlarimizga ham sizlarning duolaring bilan, sizlarni men ishlaymanmi yo'qmi, kim bo'lganda ham sizlar duolaring bilan erishamiz. Rahmat hammalaringga. Xush kelibsizlar. Endi men Muzaffardan gapirishim kerak yo'q, o'zi gapirib bo'ldi. Endi mana shu yerda haligi mana shu yerda ishlagan bolalar bor. Endi qo'limizdan kelganicha bu deyilmasa ham shu ota-onalariga rahmatdir. Chunki farzandlarni o'stirganligi uchun
Burum reisleri bo'lib qoladi. Bir narsa tayyorlaganmiz. Shuni shunday bersak. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, siz farzandingiz Aqsa mahallamizning farovonlik va rivoj yo'lida davlatimiz tomonidan olib borilayotgan loyihada g'olib bo'lishimizda o'zining jonkuyarligi, harakatchanligi bilan jamoada hurmat qozondi. Siz farzandingizga vatanparvarlik ruhida tarbiya berib voyaga yetkazganligi uchun Aqsa faollar tomonidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz deb Muzaffar Mannonov nomidan tabriklaymiz. Mamadaliyev Avazbek, Yo'ldosh aka o'g'illari. Hayyumut Muhammadjon. Isaqov Dostonbek. Isaqov Dostonbek uyidan kim kelgan bo'lsa olaveradi. Uni o'rniga mana shu yerda qarindosh urug'i ota-onasi turgandi. Saydulla Sirojiddin. Jo'rayev Abdul G'ulomqodir. Rasulov Boburjon. Zolimov Ikromjon. Ahmedov Nuriddin. Vahidov Dostonbek. Jabborov Ahadjon. Abdulazizov Asadbek. Abdulazizov Asadbek. Abdurasulov Ibodulla. O'g'li qo'shni Ibodulla. Qo'shni Ibodulla. Olimov Husanboy. Olimov Husanboy. Rahmat Abdullah Husanboy. Olimov Adhamboy. Sheraliyev Shahbozbek. 93-yillar Sherali familiyalari. Kim kelgan? Muhammadjon Barkamol. Sharafodinov Orifjon kim kelgan? Toshpo'latov Boburjon. Xudoyberdiyev Mavlonboy. Xudoyberdiyev Mavlonboy. Temirov G'ayratjon. Temirov G'ayratjon. Husanaliyev Behzodjon, Bahodir akamning o'g'li. Husanaliyev Behzod. Rahmat shukr.
Abdulqodir. Turdaliyev Abdulqodir. Sheraliyev Shahbozbekniki bu. Xo'janazarov Avazbek. Turdaliyev Farhodjon. Umaraliyev Abdullah, bu Shukur akamning o'g'li bu. Abdullah Umaraliyev. O'tirboyev Fahriddin. Boyzakova Guljamol. Bog'cha. Boyzakova Guljamol. Turg'unov Rustamjon. Haydarov Mirjalol. Haydarov Mirjalol. Ahmadaliyev Dostonbek. Abdujabborov Abror. Umaraliyev Sirojiddin. Babasidiqov Avazbek 96-yil bo'ladi. Dadaboyev Qutbiddin kim kelgan unikidan, Qutbiddinnikidan? Dadaboyev Qutbiddin. Imomov G'ulomjon. Mana o'zimiz o'g'limiz. Sheraliyev Azizbek. Yunusov Azamat. Valiyev Shuhrat. Rahimberdiyev Bunyodbek. Rahmatullayev Elmurod. Abdaliyev Fahriddin. Jabboraliyev Ikromjon. Jabborov Murodjon. Jo'rayev Akramjon. Jo'rayev Akramjon. Habibullayev Eldorbek. Rashidov Ahrorbek. Nabijonov Nozimjon bu nimadan aytmagan bu o'g'illarimiz. Mo'minjonov Rashadbek. Vohidov Botir akam o'sha Buromatdan kelib xizmat qildilar. Mosimjonnikini bilmayman. Karimov Islomjon bu Botir bo'yda o'g'li. Nabiyev G'iyosiddin, o 90 G'iyosiddin. Davlatov Boburjon. Dolimov Ilhomjon. Yigitaliyev Azizbek, Mahsuvoy o'g'li, bu o'tganga ham yugurgan shu bola. Hojakarov Sardorbek.
Hoca Sardarbek. Turg'unboyev Nodirbek. Rahmonov Imomali O'shqat akam o'g'li pastdagi. Isoqjonov Sobirjon. Hamraboyev Jamoliddin. Egamberdiyeva Qunduz. Nabijonov Akmaljon. Jakbaraliyev Avazbek. Jakbaraliyev Avazbek. Samijonov Kamronbek. G'ofurov Farhodjon. Mamatjonov Bahodir. Hamidov Tohirjon. Turdialiyev Nodirjon. Abdaliyev Qahramon. Ahmadaliyev Islomjon. İsmoilov Shuhratjon. Alisherov Sardarbek. Nabijonov Alijon bu o'zimiz mana yo'lda bo'ydagi Alijon ikkinchi marta buniki. O'tgan ham olgan bu. To'lqinboy Talatbek. Abdunazarov Diyorbek. Abdunazarov Hayotbek. Hojakbarov Doniyorbek. Hoshimov Xolmurod. Obarga sho'g'lim qo'ygan. Hoshim Xolmurod. Usmonaliyev Dostonbek. Usmonaliyev Dostonbek. Ko'pesinov Turg'unali. Qohorov Tohirjon. Qohoraliyev. Parbiyev Ismoiljon bu 95-yillar u pastdagi nimani aql akamni o'g'li. Mortajiyev Murodjon. Orifjonov Muhammad. Orif akamni nevarasi bu hali Muhammad. Dehqonov Sodiqjon. Bu Kenjaboyev Akramjon bu. Rasulov Alijon. Kenjaboyev Umidjon. Men olib borib Olimjonov G'ayratjon 96-yil G'ayrat o'yi bu. Olimjonov G'ayratjon. Rahimov Jahongir
Rayhon esi olur sana. Rahim Cahangir. Kamaldin Muhammadin Bilal akam o'g'li o bir. Akbar Dilmurod. Abdug'offorov Sardorbek. Tursunov G'olibjon. O G'olibjon qani Ali? Ha, Jo'lan betisi yana bu. Qani voy. O'ziboyev Jahongir. Samijonov Mirjahon. To'lqinboyev Islomjon. Alisherov Shohjahon. Alisherov Shohjahon. Usmonaliyev Doniyorbek. Alisherov Shohjahon Abkir. Endi kimdir esdan chiqqan bo'lsa uzr, lekin mashg'ulotlar boshdan oxirigacha turdi. Qolganlarni uydagilarni ko'rsalari, qolganlarga ham turganda shunaqa qiynalmas edik. 900 ta xonadondan hijolat qilish kerak. 65 ta odam yugurdi-da. Hozir yana 25 ta odamniki bor. Ana nimadan bosmadan chiqaryapti, ularni uyiga yetkazamiz. Maydali o'zi yo'q-ku, lekin hali teng hisoblarga ko'ra endi sal kechikib qoldi bu. Hozir endi tayyorlab chiqdi Muzaffar, ularni uyiga yetkazib qo'yamiz. Uni bilib olasizlar, uni Telegramga tashlab qo'yamiz. Ammo kimdir qolib ketgan bo'lsa uzr. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat hammalaringga. Bu asosan yoshlar uchun qildik-da, chunki mana yoshlarda qancha yaxshi gapirsangiz shuncha hali aytganini qiladi-da. Ya'ni yosh kattalar, ko'plar yosh kattalar ham xizmat qildi, lekin bular endi bularga biz katta chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Asosan yoshlarni bizga kerak, mana shu ko'chada ovoz olishi kerak bo'lgani uchun shularga biz ko'proq e'tibor berdik. Qolganlar xafa bo'lmaysizlar. Rahmat hammalaringga. Olg'a hammamiz xudo xohlasa yetamiz bundan keyin. Ana bitta gap, to'g'ri tushuninglar. Mana 21-maktab, 35-bog'cha, 22-maktabda o'qituvchilarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bular jon-jahdi bilan harakat qildi, lekin ma'lumoti oliy bo'lganligi uchun, tushungan insonlar bo'lganligi uchun bularga hali ochiqchaligi rahmat. Bu nima deydi? Bu haligi sal kibrga bir paxta qo'yganga o'xshab qolmasin. Mana shu ustozlarning orqasidan shu darajaga yetdik. Bu masalan to'g'ri tushunish kerak. O'qituvchilar jon-jahdi bilan harakat qildi. Harakatda shunchalik bo'ladi-da, bular paddeshkasini bir so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Bog'chani xodimlarini ham so'z bilan ifodalab bo'lmaydi, lekin ayol kishi bo'lganligi uchun biz palonchi va palonchixon degan odam hijolat qildi. Buni hamma bilib turibdi, xalq bilib turibdi. O'qituvchilarga, bog'cha xodimlariga ming marotaba rahmat. Biz sizlarga ta'zimdamiz. Assalomu alaykum hurmatli qishlog'imiz fuqarolari, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Asosan yutishimizda bu ayollar sababchi. Ayollar bizga polvon o'g'lonlarni tug'ib berdi. Mana bular 90-yil bolalar asosan. 90-yilda ota-onalariga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Hoji ona, hoji ota bo'lsin hammalari. Men ustozim bilan faxrlanaman. Meni o'qitganlar umrlari uzoq bo'lsin. Mana shularning orqalarida menga birinchi kurs ochgan ayol mana shu ayol. Men kecha sumkamni ko'tarib
uylariga borardim dasturlagan. Rahmat ustoz. Men lekiga pul olmaganman. Pul bermaganman. To'g'ri gap. Hozir pulli bo'lib ketsa ham beringlar bolalaringni o'qitinglar. Qishlog'imizdan yaxshi o'qimishli bolalar chiqsa, har doim hamma vaqt javhada yutamiz. Kelganlaring uchun katta rahmat raisimizga, asosan G'ulom akamga, qatnashgan barcha yigitlarga minnatdorchilik bildiraman. Ukalar, eshitib turgan ukalar, hammalaringga katta rahmat. Bizni orqamizdan ergashib, to'g'ri yo'lni bosib o'tdik, to'g'ri o'yin qildik, shaxmat o'ynadik, yutdik. Yutganda ham birinchi bo'lib yutdik. Hammalaringga rahmat. Muzaffar raisimizga ham katta rahmat. Bu yerda mana shu Rohatoy oya, Sanat opamlar, mana oyalar, hamma yozib G'ulom akam tabriklaydi. Endi men ham aytib qo'yay. Mana shu oyalar yurgan yo'lida bozorga ketyapti. Mana shu hali opam bilan shug'ullandi. Bir yakama urushqonga teqqanmiz ham shu bilan shug'ullanib ketdi. Yo'lma-yo'l. To'g'risida haligi Malida nimani Fayzullohning bolalari mana bular ham hammasi shular eshigini oldilariga darvoz nimalarni ham qo'yib oldi. Xullas hammalarga rahmat. Bu yerda Harsopomlar mana Harsopomlar boshini og'rig'icha yurdilar. Shu 5 kun uylariga bormoqlar shekilli berimcha. Rahmat oma, yashayveringlar hammalari. Sizlarga rahmat oma katta.